Zo'rlar charchamayapsan, zo'rlar zo'rlar. Soy bozoriga ishchilar tushdik. Vaqtimiz olib qo'ygan ekan, hozir Adush qiziquvchilarga so'rovlarga ko'ra ozgina olsa ham videorolik qilib chiqib ketamiz. Tomosha qilib maza qilinglar. Adushi bu bizni kuzatib borayotgan, hurmat qilib, gazini bosing deb adresga berayotgan aka qaranish uchun Adushi maxsus olinadi. Katta emas. 615 nechi bilan? 91. 615 1915 akalar qiziquvchilarga akamiz qilib bera oladi. Mashina ichida ekan. So'rab ala qo'yisizlar. Bu Andijon soy bozorida ketyapti videolarimiz. Ularchi aka sizdanmi ular? Ular olindi. Eskiga. Oltini eskiga oldi. 152 oldi. 152 qolibdi. Bu servozchi? Servozini 30 ming so'mga olibdi akalar. Barakasini bersin aka. Xo'p, mana oxlanimizni ham bitta obzor qilib qo'yamiz. Aka nech puldan bularimiz? oqlagi 250 mingdan muhoyiti. Oxlagi 250 mingdan. Qorachi aka? Bunga 80 ming, bunisiga 200 ming. 80 ming, 200 ming. Xo'p, akalar ko'ringlar, tomosha qilinglar. Qiziquvchilar bo'lsa, nomer berasizmi aka? Nechi? 88. 88lik. 257 8400. Akalar ma'lumotlarni telefon qilib qiziquvchilar olsanglar bo'laveradi. Ammo sifat chotki ekan, stokalar ko'rib turibsizlar. Qiziquvchilar gazini bosib olasizlar. Bular aka uchib emasmi? Uchadimi? Garantiyasi bor ekan akalar 200 ming. Ammo o'zgartib borsa bo'laveradi. Bosib olasizlar aka, sifati ammo asal ekan. Bularimiz-chi aka, bular ham sizdanmi? Egasi yo'q. 250 ming deyapti. 300 ming deyapti qo'rada. Xo'p, jupi 300 ming, 250 ming qizil aka. Bularni Eskulas 300 mingmi? 300 ming ekan. Bakillar akalar. Xo'p, katta bakillar sifatiga qarab narx ketaveradi-da. Xo'p, Pokiston qora. Pokistonlarichi aka? Egasi yo'qmi? Ular egasi yo'q ekan. Xo'p, setka tugadi akalar. Endi sekin mana dekonchilikka o'tamiz. Ushaldi, berdi, oldi, ketdi. Ishlarga xudo xolasa. Xo'p. Qopqon kimdan aka? Qopqonlar kimdan? 45 mingdan? Akalar 45 mingdan qopqonlar. Nomer nechi? Telefon nomer berasizmi? Siznikimi? Kimiki? Nomeri bormi yo'qmi akani? Bilmaysizmi yo'qdan? Ha, Mirzo akanikimi? Ha, bo'ldi. Akalar aloqaga chiqarasizlar. Qilib beramiz. Mirzo akaniki ekan, o'zimda nomeri bor-ku, lekin hali nima deydi? Yotdan bilmayman. Hop. Ekontchiliklarga o'tamiz. Mini ferma 62-30. Birinchida chiqadi aka. Voy. Dekonchiliklar bormikan? Aka nechi pul ekan? Ko'ra akalarimiz. Aytavering, narxini aka video qilyapmiz, juda aka. Ha, esdalikka qolib ketadi. Qo'yosiz 1 milliondan. Gapi bor. Qo'yasiz 1 milliondan. Sifat zo'r ekan, omad. Kesmalari ham zo'r shekilligan masalan. Ko'ryapsizlar, stokalar. Chotki kambarlardan chiqqan ekan. Ishlaringizga rivoz bersin. Barakasini bersin aka. Nomer beramizmi aka? Qiziquvchilar telefon qilishaveradi. Nima milliondan deyapti aka, kelishtiradigan joyi bor xudo xolasa. Aka nomer berib yuborasizmi? Boramiz aka, nomer. Otilib ketar. Barakasini bersin aka. Aytgan ish kelsa. Hop, saytlardan aka. Bunisi nechi pul ekan? Modami narmi? Nar shekilli? $150 deyapti. 150 dollar. Saytlardan chiqqan. Katta narsa ekan. Asha, bu o'ma katta ekan. Katta, hamma kattadan mana bunaqa qilib o'tirishibdi. Aza kichkina qapasdalik yashta qo'ladi. En balati nechi pul, en pasti nechi pul bo'ladi to'g'ri? $300 dan $50. $300 dan $50 ga to'g'ri? Moda. Akalar 05 kartasida olyapmiz. Hali o'zadan olingan hisobi kichkina ko'rinyapti kattalar, to'g'ri tushunasizlar. Nomer berasizmi tog'a?
Telefon nomeri berasizmi? 90'lik. 90'lik. 525 525 48 10. 78 o. Ha, 78 10 ekan. Adashmaylar akalar. Anvar akaga aloqa chiqarasizlar. Sifati zo'r ekan ama. Ma'lumotlarni so'rayapsizlar. 200 dollarga. Harakatini esa aka bozorlar. Yo'q, qanaqa qilaman? Qo'shsalar. Qo'shdan ayman. Katta ro'lar. Nech pul ekan, tog'a? 300 ming. 300 ming danmi yo? Qorani o'zi 300 ming. Qorani o'zi 300 ming. Qorani o'zi. Buni ular 1,5 million bo'ldi. Ikkovi 1,5 million. Jupi? Jupi 1,5 million. Ishlaganmi bular, tog'a? Ha, maymalgan modam, mana shu narx. Akalar, yirik narsalar. Ana bir qota aytib o'taman. 05 kartasida olyapmiz, keyin olyapti videoda. Shuni hisobi kichkina ko'rinyapti, ammo sifat bor ekan. Ko'rib turganlarda. Tog'a bozorni bersin. Qani pulli kaptarlar karopaga o'tib ketdi. Papasi turar. Nech pul savdo olyapti aka? Nech pul berdi aka? 500 deyishyapti. 500 ming asosi ko'rganigami? Bering. Baqamiz aka buni. Juvona seytallardan chiqqan juvonaga. Aka, ko'rishib beryapsiz aka. Qaysi biriga pul berdi aka? O'xshab turibdi. Modaga ham o'xshab olmayapti-da, bo'yincha yo'g'on. Xo'p, asaslardan. Aka men bir juvona bir donasiga to'lar o'tdi akalar. Nasab ko'ravering. Xo'p, rekonchilar qani endi? Yana. Bering. Ushmalarimiz bormi? Buni olib Moda aka. Katta. Orqaga ham to'g'ri yuramiz. Ushmalarga ham 150 aka ushmalar o'zikimi? Hech pullar aka aka? Har xil 20 ming, 30 ming deyapsiz aka. Endi oshtirdim, mollar topib buni oshtirgan. Qaposi o'rtalar bo'ladimi? Qoraga qiziquvchilar. Uylari qanaqa ekan aka bular? Aka, urfni bilmayman. Amakim uchirgan uchadi hammasi. Qaysi bir uchirni men bilmayman, amakim ham bilmaydi. Ko'p ekan aka, nomer berasiz, YouTube'ga qo'yib yuboramiz aka, barakasini berib sotilib ketadi. 93lik. 719 71 90. 719 71 90 akalar. Aloqa chiqaraverasizlar. Nechta bor ekan? 15 ta bor, bu yerda 1 2 3 4 5 6 7 Kaptarlar, men kaptarimlar. Amakim uchirgan. 16 ta adashmasam bir uy akalar bosqonchilar bo'ladi. So'rayapti aka. Nima bor aka? 20 30 40 dan ham bor ekan. Optimiga yangiroqqa beradi akamiz. Bosinglar. Pokistonlarmi? Ha, Pokistonlik. Hammasi Pokiston ekan. Hech pul ekan aka, bitta pulbasi bor ekan. Hech pul ekan aka. Pokistonlar? Pokistonlar 80 mingdan kami bor. 80 mingdan Bitta moda bor, bitta nar bor. ikkita moda, bitta narmi? Ha, uni aka to'g'ri. Qurbachimiz bor. 300 mingdan bor, moda. 300 ming Ishlayotgan moda. Qurbasi yengil. Marpali, nima, atalu, atapali. Ha ha. 80 mingdan Pokistonlar akalar. Tamiz aytadi. Ha, jo'na. Sizlar bolalarda. Yuralar. Yo'q, normal, ona bola. Sochlarni hech pul ekan aka? Qaysi biri? Bog' 300 mingdan kami bor. 300 mingdan hammasi donasiga. 300 mingdan. O, nemischi aka? Ne, dragonimiz. Yo'q, bu akamiz. Sotiladimi? Sotiladimi? Sotilmaydimi? Bu sifat zo'r ekan, odamni qiziqtiradigan ekan. 100 mingga? 100 ming so'mga dragon olishdi akalar. Ammo haqiqatdan kaptar qiziqadigan ekanda. Men bitta ko'rib qiziqib qoldim. 300 mingdan oxoshu soch ekan akalar. Bozorimizda. Aka bozorni bersin. Nima bor ekan tog'a? Oxoshmi? Ha, katta yirik ekan. Hamma yo'q joyda, ichi kalla tortmayapti.
Nech pul ekan aka? 300 ming. Kattalarsa lisi. Xo'sh. Bozorni bersan aka. Akalar bakinglarga qiziqarlar bormi? Aka nech pul ekan vakillar? Vakillar 100 mingdan. 100 mingdan? Ha. Akalar 100 mingdan vakillar. Mettalarga turib ko'ryapsizlar. 3 mara qattiq ekan aka. 100 mingdan berib beryapti. Jipini 100 mingdanmi? Ha, oltitani qo'yib oldi. Bitta qo'shib turib ketdim, sotib. Jup 100 ming so'mdan ekan. Akalar 50 dan hisob bo'lsa bo'laveradi. Ikkita 6 ta ekan. Jup aka bular? Ha, jup. Ha, boydan bilanmi? Bakingga qiziquvchilar bormi? Nasib bozorda sotib olamizmi aka yo sotib olamiz? Barakasini bersan aka. Yurib balay, qo'ydi odamlar qiziqmaydi. Hozirda oladi. Boriga baraka. Malatdan Yichana qilibsiz aka, bitta akamiz qiziqyapti o'tirasa. do'sti bularga bari. Aka mana siz qiziqqanlar. Kaptallar bular 5 soat tushib olyapti. Tashriflarga kechga tushadiganlar qoldirib qo'ydi. Bular endi 5 soatga bular to'g'ri 2 marta uchish kerak bo'lyapti bir kun. 5 soat. Bir marta uchsa qaytishga qoladi. Bitta uchiryapmiz. Aka rahmat aytasiz. Kerak ketyapti. Yoki 2 soatda tushmaydi bu kapta. Hech pul yo'q. Bozorni bersan aka. Tushyapti 100 mingdan. Ser o'yinmi? O'rtacha o'yinchi kaptanlar ekan akalar. Moda. Bo'libdi. Shuni hammasi uchun Hoji akamizning o'zini kaptari aka, o'zi mashhur. Moda chiqyapti. Pokiston hech pul aka. Ular kelib qoldi aka, Pokistonlar 30 mingdan. tushmishlar yakka parvozda ikkovi. Alohida tushadi mana shu kapta. Akalar 30 dan bergan aka akamiz. Nari ikkita o'ynaydi. Qizil aka juvonalari bilan ekan. Hech pul ekan to'g'ri? Qizil aka kattasi Narmonmi odami? Qo'shdi. Nar. Juvonalarchi? Mana omadan mana nar chiqadi. Nar chiqadi. Hech pul ekan bular. Qoldi bo'lmasa Uchalasimi? Endi aytavering. Uchovini. Ular 150 ming kami bor. 150 ming qizil aka. Nardiki. Xo'p, juvonalarchi? Ulardan 150 ming. Adam 150 dan berar ekan. Hamma yo'q, joyidagi kesmalari bor ekan-a. Kelar 150 mingdan berib olar ekan. Sifat bor, kaptarlari katta yirik. O'zlari nechdan chiqarib ekan. Telefonda optinasi rasmlari bor. Bo'ldi. Bozorni bersan aka. Kimlar ekan bular? Sizlarmi? Hech pul ekan aka bular. Hech puldan hech pulga lo. Pokistonlar. Qani bular? 50 mingdan. Qo'shdi-chi aka? Qo'shdi 100 ming so'm berdi aka. Qolaqi yo'qmi? Hozir bor. Ko'p ushlagan odamga. O'zingiz kaptaringizmi aka yo ushalganlar? Ushalganlarmi? Ushalganlar ekan kerak. Bozorga chiqib hasrab olsanglar bo'lar aka. Bozorni bersan aka. Kelar Kamagar Teddiga qiziqqanlar bormi? 3 mana qattalar bular. Aka nech pul ekan bular? 300 dan? Donasi 300 dan kami bor ekan. Deymi? Kamagar Teddi. Ayarmi? Ha. Ko'rib turibsizlar aka, ishqibozlari bormi? Kelishtiradigan joyi bo'ladimi aka bularni? Ko'p ekan-a, mashina ichida ekansiz. Xo'p, bakin ham bor ekan bular. Jizzaxda yapmayapti bular yo, tista bakinmi bular? Jizzax, Eron. Bularni hech pul aka? 200 ming kami bor ekan. 100 mingdan kami. Qiziquvchilar bormi akalar? Nomer olamiz hozir akamizdan. Nomeringizni aytasizmi aka? Qo'yamizmi? 97lik 808 23 73. Akalar bosib olasizlar akamizni Kamagar Teddiga qiziquvchilar bo'lsa, gumillatib aloqa chiqarsiz. Narxlarni aytib o'tdi, 300 mingdan deyapti donasini, hatto o'tib beradigan joyi bor ekan. Sizlar uchun maxsus akalar bosib oryapmiz buni.
Xo'p. Mana qizil akalar bor ekan. Kimdan ekan qizil akalar? Sizdanmi aka? Nech puldan ekan aka? Jup 300 ming. Sifati katta urug' akalar. Qora ko'z, oq ko'zlari ham bor ekan. 300 mingdan jupi. Bular ham katta urug' ekan. Uchimadan yiriydi. Ja katta urug' emas, lekin uchimadan yirik narsalar ekan. Bu yoqda ham bor ekan. Alaykum assalom. Xo'p, bu yoqda ham mana qizil akalar bor ekan. Akamizni qonli qizil aka. Uchov kataylardan ham 300 dan aka jupi. Yo, ardeniyadani. Arzonlari ham bor. Bularni nech puldan? 100 mingdan beraveramiz. 100 mingdan. Donasimi? Ha, juvonalar. Juvonalar ekan. Aka sizda ko'p ekan. Nomer berasizmi, YouTube'ga qo'yib yuboramiz? Sotilib ketishi mumkin. Ha? Hammasi. Bozorni bersan aka, sotib ketsin. Bularimiz ham sizdanmi? Nech pul aka bular? 50 mingdan siz aka, qora aka Pokiston. Uchib o'ynaydiganlar ekan. 50 mingdan beraver ekan akamiz. Bozorni bersan aka. Bular kimdan? Sizdanmi aka? Tarjimasizmi? Narxlarni bir aytib o'ting aka qiziquvchilarga. Qo'yaveramiz video qilib. Nemisimiz nech pul? Nemisni 100 ming deyapti. Nemis 100 ming so'm. Yo'rachi? Yo'ra ham 100 ming, mola 150 mingdan. 150 mingdan. Bular ekan. 100 ming, 100 ming, 150 mingdan. Bular hali uchirilmaydi aka nemislar. Tushmaydi. Bola baqqan. Bola baqqan. Kerak, bozorga 100 ming hisobda olib chiqa olasizlar ekan, rabochi istaganlar. Mola 150 ming. Xo'p, akalar g'irg'ir so'raganlar ham bo'ldi. 150 mingdan ekan akalar. U ham ikkovi bir xilmi? Ikkovi ham 150 mingdan, a? Ikkovi ham 150 mingdan ekan. Qiziquvchilar bormi? Tog'a nomer berasizmi? Telefon nomer berasizmi? Qiziquvchilar so'rab turadi. 90lik. 528 37 94. Akalar, maslahat. G'irg'ir so'raganlar bo'ldi. Bosib olasizlar, akamiz nomerini olib qoldik. Charchamang. Xo'p, rahmat. Aketa kaptalar ko'rib, hamma setni sanani hammasi sog'ordi. Xo'p, Dilshod tuzimsiz? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Oxlari atisizmi? Akalar, oxlari tanalari bilan uchmaya bular? Uchma emasmi? Yo'q, uchadi ham, atak. Uchadi ham uchirilmaydi. Uchirilmasa ham bo'laveradi, uchirsa ham. Akalar sifati bor, yirik ekan. O'rgatib olib ana qilsa, uchirsa. Qiziqqanlar bormi oxlarga? Eplaganlar uchiraveradi deyapti, lekin uchirmagan ekan. Sotog'a nech puldan bular? Jipi 1,5 million bo'lsa 1 million modalar deyapti. Jipi 1,5 million, modalar 1 milliondan ekan. Nomeringizni aytib o'ting. 90lik. 90lik. 758 0662. 758 0662 akalar, oxlarga qiziquvchilar. Bosib olasizlar, jala hududi kaptarlari. Sotog'a charchamay mashatamiz. Bozordami? Kaptar bozormi? Hamma yo'q, kach-kach. Ko'pchiliklar akalar. Chorvaraysin bu yoq. Akalar, shu bilan videoroligimiz tugadi. Bizlar shashilato'ydik, to'g'ri tushuninglar. Sizlar uchun Abdushuy oz bo'lsa ham kontent qildik. Ma'lumot o'rnida. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shuniki aytibordimi? Akalar, Telegram kanalimizga o'tib, obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimizda Optimga arzon kaptarlarni qo'yib boramiz. Oldi sotish ketyapti, xudo xolasa. Bosib olasizlar. Telegramni qo'yib qo'yamiz. Kommentariyada bo'ladi Telegramimiz. Kommentariyaga o'tib bemalol kanalga kirib obuna bo'lib qo'ysanglar bo'laveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Akalar, mana zakaz ketyapti. Xudo xolasa hozir chiqaveramiz. Moshina kelyapti. Namanganga chiqib ketyapti akalar. Birinchi zakazimiz. Akalar, mana zakaz ketyapti. Xudo xolasa hozir chiqaveramiz. Moshina kelyapti.
Namanganga chiqib ketyapti akalar. Birinchi zakasimiz. Hop, qushlarni necha pul berdi bu yovvoyilarni? 25 ming. 25 mingdan savalar. Reperlarchi. Navona qilib. 35 mingga 35 ming. Bularchi? Bular ham 25 mingdan beradi. 25 mingdan bor ekan. Boshida oqib bor ekan. Akalar ko'rib turganlarda savalarning narxi. Qopqonga qo'yaman. Qiziquvchilar. Beraymi naridan? Ushalgan kaptarlar, arzonchi kaptarlar, qiziquvchilar bo'lsa, yangi bahaykanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar, bular yig'ib beramiz akalar. Narxi 30 mingdan, optimga 10 ta sotiladi. Hozir mana bulardan 17 tasini berib yuboramiz. Xudo xolisa Namanganlik akamizga. Qiziquvchilar bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Ushalgan kaptarlarda qizig'i yo'q. Qanaqa kaptar bo'lishidan qat'iy nazar. Buni ichida ko'rib turganlaringizdek mana sizakka ham, qizil hakka ham, rosa ham, oq to'liq ham, bakin ham, qarochi qizig'i yo'q. So'z sizalar ham bor. 30 mingdan optimiga 10 ta sotiladi. Yig'ib ham berilaveradi zakasiga qarab. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.